Kim kunlik rejalashtiradi? Boya qo'limizni ko'tardik. 1 kishi, 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi, 6 kishi, 7 kishigina kunlik rejalashtiramiz. Sizlar qanday yashaysizlar rejasiz? Nahotki rejalaring bo'lmasa? Hop 7 kishi kunini rejalashtirar ekan. Endi o'sha 7 kishiga savol beraman, chunki qolganlar kunini rejalashtirmagandan keyin haftani vashi o'ylamasa kerak. Boyagi 7 kishidan kimda haftalik planlar bor? 1 kishida. Fantastika. Qayerlar bolalar? Sizlarga bitta motivatsiyaning zo'rini beraymi? Har bir sohani eng zo'ri bor, ha? Butun dunyo bo'yicha. O'zimiz bo'yicha ham. Xo'p, O'zbekiston haqida gaplashamiz. Eng zo'r qo'shiqchilar kim? O'zbekistonda necha yillar beri zo'r qo'shiq aytayotgan odam kim? Yulduz Usmonova. Xo'p, eng mana O'zbekistondagi biznesmen tadbirkor kim? Zo'r bo'lgan. O'zbekistonlik endi rossiyalik nomayli. Xo'p, Alisher Usmonov yana kim? Jahongir Ortiqxo'jayev yana kim? Murod Nazarov eshitganmisizlar? Xo'p, butun dunyo bo'yicha ham eng zo'r futbolchilardan kim bor? Mashhur. Ronaldo bor, ha? Messi bor, Ronaldo bor. Endi qarang, mana shularning hammasini shunaqa rejasi bo'ladi. Men juda ko'p muvaffaqiyatli, zo'r insonlarning hayot ijodini o'rganganman-da. Hammasida shunaqa narsani sezganman. Hammasida mana shu narsa bor. Rejalashtirish bor. Hammasida. Endi istisnosi yo'q. Men avtobiografiya nimaligini bilasizlarmi? Nima narsa? Nima bu? Tarjimai holat. Mashhur insonlarning o'zi haqida yoki boshqa bir yozuvchi u haqida yozilgan kitob. Men juda ko'p shunaqa avtobiografiyalar o'qiganman. Misol uchun Steve Jobs deb eshitganmisizlar? O'shanalarda intervyularni, podkastlarni ko'rganman-da. Va hammasida bitta umumiylik bor. Hammasi nima qiladi? Rejalashtiradi. Sizlarga shu zo'r motivatsiya bo'lsin. Agar kelajakda, masalan, hammani shu insonga o'xshashni xohlayman degan odami bor-a idealdagi? Hammada bor-a? Kimda yo'q? Masalan, qaysidir insonga shunga o'xshamoqchiman degan narsa yo'q. Hammamizda bor-a? Kim bo'lishi mumkin? Sportchi bo'lishi mumkin, aktyor bo'lishi mumkin, qo'shiqchi bo'lishi mumkin, biznesmen bo'lishi mumkin, tadbirkor bo'lishi mumkin, siyosatchi bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Hammamizda bor, to'g'rimi? Men sizga aniq 100% garantiya bilan ayta olaman, mana shularning hammasida rejalashtirish bor. Kunini nima qiladi? Reja qiladi. Siz ham hozirdan boshlashingiz kerak shuni. Masalan, men kunimni har doim rejalashtiraman. Haftalik planim ham bor, kunlik planim ham bor. O'sha 100% o'xshaydimi? Yo'q, o'xshamasligi mumkin. Nimadir narsalar bo'lib qoladi. Lekin nima bo'lishi kerak baribir? Reja bo'lishi kerak. Agar siz rejalashtirmasangiz, bir haftada deylik 100% dan 30% ish qila olasiz. Agar siz rejalashtirsangiz, siz boyaga 100% dan 30% emas, 60-70% ishga ulgurasiz. Chunki sizda nima bor? Reja. Ikkinchisi adaptiv bo'lishi. Bu boyagini aytganim, adaptiv nima degani kim biladi? Moslashuvchan. Boyaga nimadir problema bo'lib qoldimi? Moslashib ketish kerak. Rejani to'g'rilab, moslashib ketish kerak. Masalan, shunaqa bo'ladi, meni haftalik planim bor. Shunaqa bo'ladi, majbur bo'lib qolaman Toshkentga ketib qolishga. Shunaqa nimadir narsa bo'ladi. Endi Toshkentga ketib qolyapman. Deylik, vaqt yo'qotyapman-ku. Masalan, samolyotda men qaysidir ishlarimni qilaman. Ko'pchilik samolyotda uchganlar bormi? Bor-a? Ko'p e'tibor bersalaring, ba'zi ko'pchilik uxlaydi samolyotda. E'tibor berganmisizlar? Qisqa muddatga, masalan, Termiz Toshkent 1,5 soatda boradi, katta samolyot 1 soatda boradi, o'shanda ham uxlab olaman deydi yoki naushnikka qo'shib tegishli yoki kino ko'rib ketadi. O'sha samolyotda men nimadir kitob o'qib olaman yoki nimadir ishimni qilib olaman. Tushunasizmi? Mana bu adaptiv bo'lish kerak deydi. Moslashuvchan bo'lish kerak deydi. Yoki mashinada ketib qolyapman, taksida Toshkentda. Masalan, 8 soat vaqt ketadi. Men 8 soatimni uxlab o'tkazib, 8 soatimdan voz kechishim kerakmi? Yo'q, o'shanda ham nimadir qilish mumkin. Tushunasizmi? Vaziyatga qarab, qanaqadir ishlaringizni qilishingizga qarab. List to do nima degani? Qiladigan ishlar ro'yxati. Boyagi reja tuzish bilan rejaning davomida siz kunlik qiladigan ishlar ro'yxati bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Ertalabdan kechgacha. Va mana shu list to do ni nimaga ajratish kerak? Time block qo'yish kerak. Birinchi nima qilinadi? List to do tuziladi. Unga nima beriladi? Time block qo'yiladi, ajratiladi. Birinchi mana bundan foydalanasiz. Har bitta ishingiz uchun qancha vaqt ketadi va uni nima qilish kerak keyin? Time block ajratish kerak. Tushundingizmi? Xo'p, endi habit tracker. Mana bu habit tracker degan narsalar bor. Odat. Masalan, har kuni 10 betdan kitob o'qiyman. Shu odatni qo'shmoqchiman. Shunaqa programmalar bor. Androidda ham, iPhone'da ham yozasiz Play Marketga. Habit tracker deysiz. Zo'r programmalar chiqaradi. Pulligi ham bor, bepulli ham bor. Bepullidan foydalansangiz ham yetadi.
va har kuni qilgan ishingizni belgilab boraversangiz, bitishga bo'lib ketaveradi. Agar programmadan emas, oddiy daftardan ham shuni foydalansangiz bo'ladi. Как o'zingizga bitta daftar tutib olasiz, sanalarni belgilaysizda, har o'sha ishni qilganingizda bitta bitishga qo'yib ketaveraman deysiz. Odamga boya tepada aytgan, miyamiz nimaga o'rgangan? Tez natijaga erishishga, tez zavq olishga o'rgangan. O'sha bitishkalarimiz ham to'lib boraveradi-ku, miya zavq oladi. Hech kim ko'rganmi shunaqa ishni? Chindan miya zavq oladimi? Miya zavq oladi. O'zingizga mana shunaqa narsani qiling. Masalan, lug'at, har kuni 10 ta so'zni yodlayman. O'sha jadvalni lug'at yodlash, sanani qo'yib qo'ying. 1 oylik jadval chizing. Yodlaganimga bitishga qo'yaman deng. Bitishga. Tushundingizmi? Mana shu sizga nima beradi? Ancha samaradorlik beradi. Winners Academy. Everyone can be a winner.